vatan xoinlari va tariximizdagi milliy munofiqlar haqida. Abdori Hoji Akbar Muhammad Niyoz. Birinchi bölüm xoinlik va uning Uyg'urlarga bo'lgan mo'lcharliksiz ig'ir ziyni. Qadimdan hozirgacha xoin so'zi vatanga va millatga oshkora ham yoshurun asiylik qilib kelgan, kishilarga qartilib kelgan bir surlik va yerginishlik atalg'i bo'lib, har turlik maynachiliklar va hiyli mikrlar ko'payib ketgan hozirgi zamonimizda uning hukm doirasi texmi kengayib ketgan. Zamonimizda xoin so'zi vatan va millatga asiylik qilg'uvchilarni o'z ichiga olganning sirtida munofiqlarni, cheqimchilarni, o'z millatining ziyniga chapadigan g'olchilarni, sotqinlarni va haqiqatga ko'z yumg'uchilarni o'z ichiga oladi. Xoinlar vatan va millatning so'ngikini g'ajaydigan lolmi itlar, yelikini sho'raydigan tulum chashqanlar, millatning go'rkalari, xalqning izzatini dafsanda qilg'ichi va o'z qon qarindoshlarining başlarını besimdarlarga va tajovuzchi banditlarga qo'sh qo'llab sunğuchi haramzada ablahlardir. 70 yildan buyon Uyg'ur millatidagi xoinlar tabiqasi vatanda asosliqi zo'r ko'pchilik qip-qizil yozg'uchilar va shoirlarni, qarqo'rsoq va jonbaqar mollalarni huquq bilan mansab uchun har narsasidan, hatto iffat nomuslar bilan xotin qizlardan kechadigan ochko'z va nomussiz amaldorlarni, mansab va pul tamasida o'z millatini setishni kasb qilib olgan g'olchilar, pul uchun xalqning milliy mavjudligi va yerlik iqtisodiy kuchini vakolatan yo'qotguchi qizil boylar, qizil ishchi xizmatchilar va dehqonlar qatlamidagi bir qism tegi pas, cheqimchi va tuhmatxo'r kazzoblarni o'z ichiga olgan bo'lsa, muhojiratdagi Uyg'ur jamiyatida texmi yoshurun niqobliq va kelib chiqishi sirliq bo'lgan talay milliy munofiqlar samondak ko'p bo'lib, ular asosliqi muhojiratdagi xalqimizning oqsoqollari, liderlari, ziyolilari, diniy zotlari, puldor boylari, avom orasida ma'lum darajada ta'siri bor jamoat arboblar qatorliq xalqimizning taqdiri va siyosiy istiqboliga ta'sir ko'rsatadigan dаңlıq kishilar atrofiga qon sho'rg'ichi pashilardak va chivillardak zich markazlashgan. Balki ular allaburun yuqorqi milliy, diniy va siyosiy to'llarga o'rnib elib, harakatga o'tib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo har qanday narsaning alohidaligi, xususiyati va o'zgarmas sifati bo'lgandek, ularning o'zgarmas va avomdan yushirolmas tub xarakterlari va sifatlari osmondagi to'lin oydak ochiq bo'lib, umumiy madaniyat saviyasi xeyli tuvan bo'lgan xalqimiz xuddi namoz jam qarg'ullariga o'xshash ularni aniq ko'rolmaydi. Şunlaşqa ularning alohidaligi va o'zgachiligini bilish uchun tövandagi bir jumlani o'qib chiqib, shu formula bilan sifatlanguvchini qiynalmayla bilib olg'ili bo'ladi. Vatan xoinlari va milliy munofiqlar hammasila birdak shaxsiy manfaatini, shaxsiy g'ururini, ehtiyojini, atoq obro'yini, xohishini, shaxsiy fikrini, shaxsiy orzusini, shaxsiy qarshini millatning nom obro'yidan, ehtiyojidan, istikidan, milliy orzusidan, milliy g'ururidan, millatning taqdiridan va oliy milliy manfaatidan ustun qo'yib oladigan tegi pas va nomussiz ablahlardir. Bunda xarakter va sifatlarga ega bo'lgan iflos mal'ullar birdak
qutlug', pok va haqqoniy mas'ulimizning tizginini va oliy siyosiy taqdirimizni necha avlod qon qarzga bo'g'ilib, mehnat banditlar, atalmış demokratik düşmanlar va boshqa shaytondek samimiyatsiz va razil dunyoviy Uyg'ur düşmanlarining qo'liga qo'sh qo'llab tutqizib qo'yish uchun tinimsiz harakat qiladi. Mayli ular daraxt kesadigan paltichilarga yog'och sap, bo'g'anlarni anqiralısın yoki anqiralmasin, qilmishlaridan yonmay va tövbe qilmay, kechirilmas jinoyatlari va xiyonatlarda davom qilaversa, undaqda ular 21-asrdagi eng kechirilmas vatan xoinlari, abadiy la'natga duchor bo'ladigan ibratlik milliy munofiqlar va tarixiy jinoyatchilardir. Birinchi xoinlik qini, geni va tegi pastlikdir. 20-asrning mashhur islom mutafakkiri Allamo Muhammad G'azzali xoinlik va uning razilligi haqida yana mundaq deb yozgan. Xoinlik bir xil razil qilmish. Uni ruhiyati va ma'naviyati bulg'angan, ruhi ko'r, nafsoniyatchilik idisi kuchlik, intayin tegi past odamlar sodir qiladi. Islomning nazarida xoinlikning gunohi munofiqlik va kofirlikning gunohidan ig'ir ekanligida shak yo'q. Qur'oni Karimda xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Allah haqiqatan do'st tutmaydi deb kelgan. Hazreti Peygamberimizmo bir hadisda Allah birər bəndisini halak qılmaqçı bolsa, onundan hayani sug'urib aladi. Onundan haya sug'urib ilingandan keyin, o har kimning nafratiga va g'azabiga loyiq biri bo'lib qoladi. Onundan keyin onundan amonat yo'qoladi. Onundan amonat yo'qolgandan keyin, o hamisha xiyonat qiladigan mayir xoinga aylanib qoladi. O xoinga aylangandan keyin, onundan rahim shafqat yo'qoladi. Onundan rahim shafqat yo'qolgandan keyin, o kishi la'natgardiga aylanadi. O la'natgardi bo'lgandan keyin iymon uningdan chiqib ketadi deb oldin ogohlantirgan. Xoinlar mayli o'zining qavm qarindoshlari, mayli o'zlari ishlagan xo'jayinlar tarafidan bo'lsin, hargizmi yaxshilikka erisholmaydi. Chunki xoin millatidan tangan, tegi past, tuzkor bo'lganlikdan uni boshqalar emas, o'zining qavm qarindoshlarini so'ymaydi. Uningdan nafratlanadi. Bunda xoinlarni ishlatgan xo'jayinlarmi ularga ishonch qilmaydi, so'ymaydi, vafo qilmaydi, oxir ularni ujuqtirib tugitadi. Chunki o'zining qavm qarindoshlaridan tangan, o'z millatini qirg'in qilgan, ularning ziyni uchun yovlarga ishlagan xoinlarni ishlatgan xo'jayinlarmi ularning vafosizligini, tuzkorligini, vaqti kelsa ajnabiy xo'jayinlarni setib qo'ydiganligini yaxshi biladi-da. Ularga vaqtincha in'omlarni qilib turib, ta'pilab xizmatlarga selib bo'libla, astirtdan ulardan qutulishning ko'yiga kirdi. Dunyoda xoindak pastkash, ziyonkor, nomussiz va ahmaq maxluq bo'lmasi kerak. Chunki u millatiningla emas, oldi bilan o'zining go'rini o'z qo'li bilan ko'laydi emasmi? Ikkinchi, Uyg'urlardan chiqqan xoinlarning ziyinimi oz bo'lmagan. Ma'rifat tor bekitida e'lon qilingan nopozliq maqolalarning birida Uyg'ur ziyolilaridan ma'lum birining bu vaqtda mundaq deb yozganligi qayd qilingan. Munofiqlik ana shundaq tegi pastlik va uchiga chiqqan razillikdir. Uyg'ur millatidan chiqqan tegi past, razil xoinlarning xalqimizga solgan ziyonlari oz bo'lmagan.
Мәсәлән, Miladiya 9 əsrdə Uyğur dövlətinin yemirilib taşlanışığa, Uyğur dövlətinin qağanlıq sarayidagi bir qism xain munofiqlarning bütün məxfiyyətliklərini qarşı tərəfə yetkizib qoyuş arqılıq öz dövlətiga xiyonət qılğanlığı səbəb bolğan. Şundaqla Səidiyə xanlığının yemirilib, qalmaqlarning qo'liga o'tib ketishidimi, mansab tamasida dushmanga setilib ketgan qo'rchoq Affaq xo'ja boshchiligidagi munofiqlarning xoinligi asosli rol o'ynagan. Hozirmi bu xildagi munofiqlarning xalqimizga bo'lgan ziyonkashligi davom qilmoqda. Burunlarda vatanimizda tajovuzchi banditlar va ishg'olchi besimdorlarning azroq in'omiga aldinib, o'z xalqini ularga tutib berdigan, qo'rsiqi yo'g'nab qolgan ayollarni pilonliq tug'utning g'alchilariga cheqib qo'ydigan, biror odamning bolalarni Allohni va rasulini tunutganligini bilib qolsa, soqchilarni boshlab keladigan. Xalqim, millatim deganlarning kallasini zolimlarga sovg'at qiladigan, hayvon mijoz xoinlar, sotqinlar va munofiqlar ko'plab o'ttirg'i chiqib, xalqimizni yillab zar yig'latgan bo'lsa, mana amdilikda o'zining koni shaxsiy o'shlarini elish uchun dushmaniga ixtiyoriy g'alchi bo'lib, burunqi barliq ko'ziga sig'magan kishilarni har xil badnom va tuhmatlar bilan cheqishtirib, ularni jazo lagerlarida til bilan tasvirliksiz har xil ig'ir xo'rliqlar va dafsandichiliklarga duchor qilganni ozdab, ularning 20-30 yillab nahaq turmalarga qamilib, hayotining ma'nisini yo'qotishiga, hatto o'limiga sabab bo'layotgan mal'ullarning soni sanoqsiz, ziyni mo'lcharliksiz ig'ir bo'lmoqda. Bo'libmi jazo lagerlaridagi Uyg'ur xonim qizlarini xohlagancha oyoq osti qiladiganlarning yanala Uyg'ur zuvalliq, Xitoy ruhluq, tashqi shakli Uyg'ur, ichki ma'naviy dunyosi butunlay xitoylashib ketgan ishplos va nomussiz to'ng'izlar ekanligi bizning yuraklarimizni mujib tashlamoqda. Bunda g'alchilarning barliq jinoiy qilmishlarini til bilan tasvirlashma oson emas. Muhacirat yashayotgan Uyg'urlarning yuqorqi xo'rliq va xorliqlarni uzil kesil tugitish uchun umumyuzlik harakatga kelolmay, texicha bir-birini baholab, qoralab, quruq nom atoqtalishib, bangilarning xiyolidagi vaqalikka o'xshash, texi qo'lida bo'lmagan mavhum narsalarni va mavhum mansablarni talishishdan boshqa qobiliyati bo'lmasligi bu oz kelgandek bir qism atalmış ziyoli va diplomliq arboblarning oxiri chiqmas quruq talash tortish qo'zg'ab xalqimizni ahmoq qilib, asosliq diqqatni hozirgi ochiq reallikdan ustuliq bilan burib etib, sotta va nodon xalqimizni yo o'tmishdagi shonliq tarixlar bilan mast qilib, bugungi ochiq reallikdan o'zini qochirishi yoki atiki aniq bo'lmagan mavhum parlaq kelajakni pash qilish orqali o'zini bugungi zo'r mas'uliyatdan qochirib, xalqni bazlab, bexudlashtirish rolini o'ynab, dushman bilan parallel harakat qilayotgan holatni paydo qilayotganligi odamning qattiq g'azabini qo'zg'aydi. Chunki hozirgi Uyg'urlar torda bir necha soat so'zlab qo'yganға, oyda yilda necha qatim namoyish qilib, cho'ng shuvar to'lab qo'yganға ahvolimizda qilcha o'zgarish bo'lmaydi. Undaqda bizga qo'yiladigan talab qanchalik ig'ir va ching. Jamoliddin Afg'oni hazratlari bu haqda muhojiratdagi Uyg'urlarga shundoq hukm qiladi-ki, vatani munqarzlikda turib, kunda yarim soat vaqtini ahamiyatsiz o'tkazish yoki behuda ishlar bilan isrof qilib o'tish vatanga xiyonatdir. Shunglashqa muhojiratdagi Uyg'urlar mushu xil yuksak ruh va zo'r mas'uliyat bilan belini ching bog'lab harakatga o'tmasa,
kelajakda tariximizdagi eng kechirilmas vatan xoinlari va ashaddiy milliy munofiqlarga aylanib qoladi. Davomi bor.